8 jamoa, bitta maqsad. Jahon chempionatining chorak final uchrashuvlari o'z yakuniga yetdi va chorak finalga yo'l olgan 8 jamoaning nomi aniq. Nimchorak finalda qayd etilgan natijalar va chorak final juftliklari haqida qisqacha ma'lumot. Nimchorak final uchrashuvlari boshlanishidan oldin katta shov-shuv ko'tarildi. Buning asosiy sababi AQSh terma jamoasi hujumchisi Balogun olgan qizil kartochkasi bekor qilindi va bu katta tanqidlar va e'tirozlarga sabab bo'ldi. Ushbu qaror esa Donald Tramp quyidagicha izohladi: eng yaxshi o'yinchilar barcha uchrashuvlarda maydonga tushishi kerak. Nimchorak final uchrashuvlarida quyidagi natijalar qayd etildi. Kanada o'z maydonida Marokashni qabul qildi va 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Mezbonlar turnir bilan xayrlashishdi. Marokash esa chorak finalga yo'l oldi. Yana bir uchrashuvda Paragvay Fransiya bilan to'qnash keldi va 0-1 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Fransiya juda katta qiyinchilik bilan keyingi bosqichga yo'l oldi desak ham bo'ladi. Ushbu uchrashuvni Ilgiz Tantashev boshchiligida hakamlar brigadasi boshqarib bordi va juda past bahoga loyiq ko'rildi. Uchrashuv juda asabiy kechdi. Braziliya Norvegiyaga 2-1 hisobda mag'lubiyatga uchradi. Norvegiya safida Erling Haaland dubl qayd etgan bo'lsa, Neymar Braziliyaning yagona golga mualliflik qildi. Erling Haaland Norvegiya safida oxirgi 14 ta rasmiy uchrashuvda 27 ta to'p kiritib, haqiqiy hujumchiligini ko'rsatib qo'ydi. Yana bir uchrashuvda Meksika Angliyaga 2-3 hisobda mag'lubiyatga uchradi. Qiyinchilik bilan keyingi bosqichga yo'l oldi. Navbatdagi uchrashuvda Yamal hamda Ronaldo to'qnashuvi. Ispaniya Portugaliyaga qarshi. Uchrashuv ispaniyaliklar ustunligi ostida kechdi va 1-0 hisobda g'alaba qozongan Ispaniya keyingi bosqichga yo'l oldi. Portugaliya esa Ronaldo bilan birgalikda musobaqani tark etdi. Ronaldo Oltin kubokni 6-bora ham boshi uzra ko'tara olmadi. Ushbu kubok Ronaldoga orzu bo'lib qoldi. Ispaniya esa qatorasiga 6-uchrashuvda o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qo'ydi va o'ziga xos rekord o'rnatdi. Navbatdagi bahsda Amerika Qo'shma Shtatlari Belgiyaga qarshi bahs olib bordi va uchrashuvda 4-1 hisobda Belgiya terma jamoasi g'alaba qozondi. Belgiya keyingi bosqichga yo'l oldi. Amerika musobaqa bilan xayrlashdi. Bagalunning bekor qilingan qizil kartochkasi ham AQShga yordam bera olmadi. Navbatdagi uchrashuvda Argentina juda qiyinchilik bilan Misrni mag'lubiyatga uchratdi. 2-0 hisobda oldinga borgan Misr g'alabani saqlab qola olmadi. Argentina Messining ajoyib o'yini bilan keyingi bosqichga yo'l oldi. Mana Messining ajoyib goli hisobni tenglashtirdi va Argentina keyin g'alabani ilib ketdi. Navbatdagi uchrashuvda Shveysariya Kolumbiyaga qarshi bahs olib bordi va uchrashuv 0-0 hisobda yakunlandi. Penaltilar seriyasida Shveysariyaning qo'li baland keldi. To'puralar jadvalida Messi 8 ta gol bilan yetakchi, Kylian Mbappe va Erling Haaland hisobida 7 tadan to'p bor. Harry Kane esa 6 ta. Assistlar borasida Michael Olise 5 ta, Brahim Diaz 4 ta, Bruno Guimaraes hisobida ham 4 tadan assist bor. Chorak final juftliklari quyidagicha